Aynan bunaqa narxga Kia Carnival bor-ku, Abdufi, Abagidefi ham bor ekan. Massajigacha bor. Bitta cruise control ishlamaydi-da. Qolgan joyini ham bir xil ko'rsatib olsangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun tekshirib olsangiz yaxshi bo'ladi. 2017-yil Kia Carnivalda Rossiyaga qatnamoqchi bo'lganlar bor-ku, juda ham shikolat narxga topdik. Avtomat korobkada, xullas, вообще narxi shikolat bo'ldi. Carnival bilasizlar-ku 9 talik bo'ladi. Bu ham dakimda 9 talik ekan. Hozirgi kunda bemalol 8 ta odam sig'adi. Qo'shimcha sidinalari ham bor ekan. Mashinani bitta aybini aytib o'taman. Xullas, bir qur polirovka qildirib olsangiz, juda ham shikolat holatga keladi. Unaqa urinib ketmagan. Xullas, narxiga yarasha bo'ldi. Bemalol bosoradigan joyi. Barlari ham juda ham katta. Ancha sig'ib ketadi. Aynan bunaqa Kia Carnivalda menimcha 13 ming atrofida sotilayotganda. Lekin bizning kanalda bilasizki, arzon qo'yamiz. 2017-yil benzin motor almashtirilgan, benzin qilib bo'lgan. Rossiyaga qatnamoqchi bo'lganlarga juda ham shikolat variantdagi Kia Carnival. Kraskasi kapotda, krloda bor dedilar. Unaqa ichiga o'tmagan, qolgan joylarni ham tekshirib olsa bo'ladi deyaptilar. Bir qur o'zingiz uchun yaltiratib olsangiz, shikolat holatga keladi. Xullas, balolar ham unaqa urinib ketmagan, yaxshi holatdagi balolarni taqib qo'yibdilar. Nech pulda bo'ladi? Bitta like bosing-da, maksimal tarqatib oling. Seryozni mashina-ku. Aynan siz uchun bu mashinani 11,900 ga bosib olsangiz bo'ladi.